Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 18-aprel navbatdagi skuter narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Tez obzorini tez qilib beraman iloji boricha. Navbatdagi yangi model boshlavering. Navbatdagi yangi modelimiz yangi keldi bular. Ko'rib turibsizlar. Ro'zmat aka, dugalarni ko'rsating. Bu yerda paroglari ham o'rnatib qo'yilgan mana. Chiqishga qiynalmasliklari uchun mana yangi o'zimiz ixtiro qildik. Parog qo'shib qo'ydik. O'tirishi ikki kishiga bemalol mo'ljallangan ekan. Bemalol mo'ljallangan. Mana bu yerda nimaga ishlab chiqarilgan bilmayman, lekin qo'yib qo'yilgan. Balonlari katta bo'ladi. Oldinga qaraganda juda ham shiroki qilib ishlandi. Tank balonni ham kattasida. Bu bortlari ham ancha baland bo'ladi. Tepasi ham отдельно yechiladi. Mana. Отдельно yechiladi. Tagi ham отдельно pastga yotadi. Ustida tentlari bor. Tentlari bilan olaman deysa $1300, tensiz shunday olaman deysa buni $1200 qilib beramiz. Miya motorlari qanaqa buni? 2000 wattli miya motorda bo'ladi. Akkumulyatori 6 ta 68 dek bo'ladi. Katta akkumulyatordan qo'yilgan. Jidki tormoz, kolonka balonka, Cobalt kalit, Cobalt pult, oldida laboyi bor. Laboylari bor oldida. Yangi model qisqasi. Chotki. Ha, navbatdagisi 500 kilolik pol kabina bo'ladi. Buni miya motori 1500 watt, 6 ta 68 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Tank balonda ko'rib turibsizlar. Tank balonni ham o'sha kattasidan qo'yib qo'yilgan. 500 kilolik baquvvatidan kerak degan akalarimizga, so'raganlarga mana olib qo'ydik. Oldi nimasi dvorniga elektronniy bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa Bluetooth kolonka hamma yo'g'i bor. Jidki tormoz. Jidki tormoz. Buni bortini uzunligi 1.60, eniga 1.30, ha? 1.10. 1.10. Baquvvatidan-da bu. 1 tonnalilardagi o'zgarmaydi. 1.80 ga 1.30, ha? Xuddi shunaqa. Bunga ham tent bor. Tenti bor, ha, buni ham. Ha, tent отдельно $100 qo'shiladi. Xo'p, arzon velosiped so'raganlar uchun mana velosipedimiz bor. Xuddi hali germanskilarga o'xshagan. Chotkisida alyumin rama bo'ladi. Alyumin diska, balonlari ham chiroylisidan yumshog'ini qo'yib qo'yilgan. Buni narxi $100. Ikki xil rangi bor. Xo'p, navbatdagi o'sha mashhur Luyang motorolimiz, o'sha ramasi bitta butun bo'ladi. Oxirigacha ketgan. Buni oldiga olib chiqib ko'rsataylik, Ro'zmat aka. Yurishlari zo'r, chaqqon. Men o'zimga ham shu yoqadi, shu model. Bortlari ancha baquvvat bo'ladi. Motor miya 1500 originaldan bo'ladi. Ramasi mana choki yo'q ramalardan. Choksiz ramalar. Akkumulyatorda 6 ta 70 likdan qo'yib beramiz. Narxi optimga $900 qilib beryapmiz buni. Donaga $950. Ko'proq tirikchiligiga olmoqchi bo'lganlarga $900 qilib beramiz. Ikki xil rangi bor. Xo'p, navbatdagisi yangi keldi bu ham. Luyang brendi ostida ishlab chiqarilgan. Qo'y mol tosh uchun ishlab chiqarilgan bu. Xo'p, motor miya 2000 watt. Xo'p, 6 ta 65 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Arqa nimalarni ko'rsatayim, bunda resor yo'q. Boltlar 5 talik ekan. Boltlar 5 talik. Resor yo'q bunda. Resor yo'q, bunda prujinalik ekan, ha? Prujinali yumshoq model. Prujinalik model ekan. Arqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib qo'ying. Arqa stoplari bu yoraman deganlari uchun. Yoraman degan model ekan. Yangi yutishga 60 km yuradi bitta zaryadda. Buni narxini $1250 qilib beramiz, oxirgi narxi. Navbatdagisi 1 tonnalik samosoval model bo'ladi. Bu ham yangi yutishga. Videolarni kanalimizga joylab qo'yganmiz. Instagram, YouTube kanallariga joylangan. Bortlari yonga ochiladi. 1800 motor miyada 6 ta 70 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Oldida laboy, Bluetooth kolonka, Cobalt pult hamma yo'g'i bor buni ham. Oldi buni nimalari, dugalari chiroyli qilib ishlangan. 512 balonlarda damkiratgich hamma jihozlari bor. Buni narxini $1300 qilib beramiz. Hop, kabinali 2 tonnali motorolimiz. Narxi o'zgarmagan, shu $1350 qilib beramiz. Mana salonlar holati. Ko'rib turibsizlar. Polilari bor. Buni $1350 qilib beramiz.
Hop, dubl kabinalarimiz bor bu tomonda. Mokriy, ko'k, qora ranglardan bor. Mana ko'rib turibsizlar. Salonlar holati sidinalar polni ham yotaveradi. Bemalol bir chekkaga borib olib dam olsalar ham bo'laveradi. Buni $1700 qilib beramiz. Qorasini. Ichki ko'rinishi. $1700. 2026 hammasi. 3 ballonli tomli material so'raganlar, skuter so'raganlar uchun mana yangilardan olib qo'yganmiz. Yangi model. Yonida tenti bo'lmaydi. 6 ta 20 li akkumulyator o'rnatilgan. Motor miyasi 1200 vattli bo'ladi. Ajoyib rang ekan, rangi zo'r. Sidinasi orqasida bagaj bo'lib ochiladi. Laspaga tushunsiz. Bozorda bular. Buni narxi $900. Kelishadigan joyi bor. Xo'p, keyingisi yangi tomli quyosh panelli bo'ladi. Tomida quyosh paneli bor. Oldi dvornigi elektronniy. Qizig'i suv ham sepadi bu lavoyiga. Yonida tentlari bor. Yangi model, zadniy kameralari o'rnatilgan. Buni narxini $1300 qilib beramiz. Xo'p, Ro'zmat aka keyingisi. Bo'ldi, tayyor oldik. Tayyor oldik. Hop, navbatdagisi, hop, bu ham antikvar model hisoblanadi. Bluetooth kolonka hamma yo'g'i bor. Ranglari ham dahshat qilib ishlab chiqarilgan. Buni narxi $1050. Hop, tonirovkaligimiz narxi ham $1050. Yonida tentlari bor buni. Hop, sportivniy ko'rinishga egasi bor. $1000. Yonida tenti ham bor. Akkumulyatori 532 li. Buni ham akkumulyatori bir xil. Bular 6 ta 32 li, 6 ta 32 li, 6 ta 20 li. Hop, narxini aytdim, 900, 1300, hop, 1050, $1000. Buni $750, 5 ta 20 li, $750, 5 ta 20 li akkumulyator. Hop, buni katta modelimiz keldi. Buni ham $750 qilib beramiz. 6 ta 20 li akkumulyator bilan jihozlangan, panejniklari ham bor. Panejniklari, ranglari zo'r. Telefon qilaverasizlar. Arzonroq variantimiz bu, $650. Hop, 5 ta 20 li akkumulyator bilan jihozlangan bular. Buni diskasi temir, buniki alyumin. Oldi jetkisli bo'ladi buni. Har xil ranglardan bor. 750, keyin bir kishilikdan bitta qoldi. Buni $700 qilib beramiz mana tentlari bilan. Cho'tka qilib mana chiqarib beramiz. Hop, kichkina modelimiz buni $550 qilib beramiz. 5 ta 20 li akkumulyator. Hop, tashqarilar. Do'konimiz yangiliklar kelishda davom etyapti. Qo'qon shaharidan kirib kelish, o'ng qo'lda skuter magazin, ya'ni Rex motoskuter magazini, svetoforda edi. Bu tomonda skuterlarimiz ham bor. Telefon qilaverasizlar. Mana buni yangi modelimiz ham bor.